Sifat magazin emas, bu brend deyapti. Noymasam shuni bilan kun kechiramiz. Assalomu alaykum do'stlarim. Bugun biz Qarshining kindigida bo'lgan eski bozordamiz, to'g'rirog'i dehqon bozoridamiz. Bugun bilib olamizki, bu yerning aholisi ko'proq go'shtni mazza qilib iste'mol qilishadimi yoki Sifat brendining shirinliklarinimi? Bunga o'zingiz hozirroq guvoh bo'lasiz. Qani, Bu keting. shirinini oilaviy yeymiz, oilaviy yaxshi ko'ramiz. Chunki ta'mi shirin. Nevaram, o'zim, uydagi urug'larim hammasi shuni bilan shug'ullanamiz. Noymasam shuni bilan kun kechiramiz. Voh, ular balaginamni qo'ysa. Zo'r, вообще качество, sifat, upakovkachalari, paketchalari gap yo'q. Sladki podushkin, tami gap yo'q. Pechenyecha, ichlari, karamelli shokoladchalari bor ekan. Ta'mi juda ham yaxshi. Mevalarning ta'mi bor, bananning ta'mi bor. Ham qisirdoq, ham ichi mevali ekan. Ta'mi juda ham yaxshi. Ham sveji. Yo'qdi? Mana shu mahsulotimiz sifatli, shundan bir iste'mol qilib qo'yamiz. Buni haqiqatan bolalarimiz uchun buni sanoqlari bor. 1 2 u bolalarimizni matematika bo'lgan, haqiqatan ularning juda ham dunyoqarashi katta bo'ladi bolalarimiz. Men xursand bo'ldim. Qarasangiz, kara degan jadvallar yozilgan ekan. Bolalarimiz, nabiralarimiz ko'rib xursand bo'ladi. Rahmat sizlarga, mana shuni ishlab chiqargan pechenyelar uchun katta rahmat sizlarga. Mazasi zo'r ekan. Sifatli ekan. Rahmat sizlarga. Haqiqatan aytganda Qashqadaryo xalqi ko'p go'sht yeydi. Chunki biz go'shtni ham yaxshi ko'ramiz. Buni ertalabki nonushta qilishga bu juda ham yaxshi. Sifat shirinliklar sehri.